Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Yashiklarimiz bityapti. Mana yig'ilish jarayoni. Yashiklarimiz 4 xil, 5 xil bo'lib bityapti. Bu yashiklarimiz 10 tadan 20 ta ramka tushadigan yashiklar. Litoklar ochilyapti mana. Tahtasi sasna. Hamma tarafi 3, poli 2. 3 ramkaga cho'ntak ochib ketilgan har bir yashikka. Bu yerda 200 ta yashigimiz bitgan holda. Bu yerda 15 ramkali yashiklar. Ramkali yashiklarimiz ham o'ta shu holatda. Taxtalari 3lik, poli 2lik. Bu yashiklarimiz paket yashik. Ko'rinishi. Paket yashikka 4 tadan ramka tushadi. O'rtasidan peregrodkasi bor bo'lib qo'yiladi. Taxtalari 2lik taxtadan bo'lgan. Hozir yashiklarga beldam qadalish jarayoni ketyapti. O'zlaring baho berib qo'yasizlar yashiklarda sifatiga, ishlarimizga. Qopqoq qismiga shu taxtadan qoqib beriladi tepasiga. 1.6, 1.7. Qopqoqni o'ziga 2lik, 2.1, 2.2. Bemalol tepasida ishlaydiganlar ustiga chiqib ham ishlash mumkin. 100 kilodan oshiq ko'taradi. Xudo xolasa 3-4 kunlik ish qoldi bu yashiklarda. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Manzir, Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani. Telefon raqamimiz 91lik 056 04 21. Bu yerda 16 ramkali yashiklarimiz, 16 ramkali yashiklarimizga 4 tadan ramkaga cho'ntak ochib qo'yilgan. Buni 16 ramka o'zi tushadi. Bularga 4 ta ramka u tarafga, 12 ta u tarafga tushadi. Yashiklarimiz ichki holatlari. Har xil turdagi yashiklarga zakaz olamiz. Taxtalari 100% quruq. Paket yashiklar ham yasab beramiz kimga kerak bo'lsa. 220 ming so'mdan. Yashiklarimiz 380 ming so'm. 340 ming so'm. 15 ramka 340 ming so'm. 16 ramka 360 ming so'm. 20 ramka 380 ming so'm. Paketimiz 220 ming. Optim narx hammasi bular. Donaga sal qimmatroq tushadi.